Assalomu alaykum akalar. Mana nasib bo'lsa Damas golovkani yig'ib beryapmiz. Bu golovkamiz Xitoy golovka, Visma golovkasi. Honda Capitalni remont qilib beryapmiz. O'zining golovkasi korroziya bo'lib ketgan, yemirilib ketgan, treshinalari bor, svitchani joylari ketgan. Xullas golovka xizmat qilishga yaroqsizligi uchun boshqa yangi Vesma firmasining golovkasini olib Honda remont qilib beryapmiz. Nasib bo'lsa chotki ideal holatda mehnat qiladi. Damas golovkani terishdan oldin rassetini va luftiga ahamiyat beringizlar. Keyin klachokni ligropchigini, klapin uraydigan joyini, ana shu joylariga e'tibor bersalaringiz golovkani ovozi tix chiqadi. Agar yaxshi bo'lsa golovkani zavod qilganda ovozi juda chiroyli, soatchada ishlaydi. Rassetini oldin lufti bo'lmasa mashina tortishlariga, mashina oborotlariga, tortishlariga juda katta farq qiladi. Golovkamizga klapin sanlik shlyapa doimgidek klapin sanlik shlyapa qo'yib berdik. Lasda shlyapani tagini germetikala qo'yib yuboramiz. Option ideal holatda xizmat qilib beradi. Naylariga bultlari charchagan ekan, rezalari o'lgan, juda noto'g'ri qotirilgan. Shuning uchun bultlarini ko'pi burakka chiqib ketdi. Naylarni ichi toza bo'lib, o'ng chapiga qarab tersalaringiz manfaatga muvofiq bo'ladi. Iloji boricha Damas, Matiz, Chico farq qilmaydi. Faqatgina rassetini valdi Damas qo'ysalaringiz chot xizmat qilib beradi. Damaslar asosan golovka charchashi, yog' yeb qolishi, sifatsiz yog', changda yuradi. Chang tortganligi uchun chang tortadi. Ko'plar vozdishli filtrga ahamiyat bermaydi. Vozdishli filtrga ahamiyat bermagandan keyin chang tortgandan keyin klapini juda tez charchaydi. Keyin mashina sal qizisa ham tez atga siqib qoladi. Chunki golovka materiali sifatsiz, zapchaslari davleniyaga qaraganda sifatsizroq chiqqan, sog'maydi.